Qizlarjonlar, mana hozir magazinga chiqqan edim, parfyumeriya magaziniga va mana bunaqangi narsani oldim. Svritka 40 ming so'm ekan. Hozir ichini ochamiz. Qanaqa ekan ko'ramiz. Shunaqangi svritka ekan. 4 tasi birda. Mana. Ba'zan o'rnida ham ishlatsa bo'ladi. Endi ba'zalar ham bor ekan, makiyajdan oldin qilinadigan, yuzga qo'yiladigan, lekin svritkalisini oldim, 4 tasi birdan oldim. Svritkam yo'q edi. Shuning uchun shunaqangi oldim. Keyin yana nima oldim? Mana buni oldim. Bu makiyajdan keyin yuzga sepiladigan sprey, makiyajni ushlab turish uchun ancha vaqtga yetadi. Makiyaj oqib ketmaydi, qilingan makiyaj. Bu komplekt ekan, buni bazasi ham bor ekan, lekin ikkalasi sotiladi dedi, lekin bazasini olmadim. Bazasi negadir yoqmadi. 45 ming degandi bazasi bilan ikkalasini. Buni bittasini olganim uchun yarim puliga berdi. Va yana nima oldim? Pudra oldim. Gabreni pudrasini. Bilasizlar, Gabreni pudrasi juda ham yaxshi, yuzga yaxshi yotadi. Buni ham ochib ko'rsatsam. Mana ichida o'zini qachasi bor ekan. Gubkachasi. Mana bu yerda esa pudramiz. Mana 2 deb yozilganidan oldim raqami. Biri juda ham oq bo'lar ekan, yuzni oqartirib yuboradi. O'zimning yuzim bug'doy rang bo'lgani uchun ikkisini oldim. Bugungi olgan tovarlarim shular qizlarjonlar.